Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. 22-iyun 2025-yil mana navbatdagi reyslarimiz yo'lga ketmoqda. Bugun xudo xolasa mana bu Moskva ketadigan reysimiz mana 648 bugun xudo xolasa yo'lga chiqadi. Bu orqada yana boshqa avtobuslarimiz bor. Bu avtobuslar hammasi mana 3-4 ta avtobuslar, orqada yana bitta avtobusimiz bor. Buni ham ko'rsatib o'tamiz. Mana bu Avtotrans avtobusi. Orqadagi avtobuslarni ham ko'rsatamiz. Bu hozirgina keldi. Odamlar kelishdi. Nasib bo'lsa mana bir 5-6 ta avtobuslar. Avtobus kam emas, xudo xolasa. O'sha avtobuslar orqali bemalol manzilingizga yetib olishingiz mumkin. QR kod masalasida telefondagi raqamga telefon qilsalaringiz, o'sha ekranga qo'yilgan raqamga xudo xolasa joy bron qilib beramiz. QR koddan ham o'tkazib beramiz. Mana QR koddan o'tkazish narxi 200 ming so'm. Zararni 3 kun oldin QR koddan o'tiladi. Kim bo'lsa telefon qilasizlar, ekranga raqamni qo'yamiz. Ismim Jobir mani.